Barliq şeyler siz arkalıkla amalga oshadi. Siz o'zingizni hech nima yo'q altingizdan boshlab, ya'ni cho'l jazirada ketib qolganingizda yo'l tabiiy holda shakllanadi. O'ylab ko'ring, bir mashina yarim kechada yurish qilyapti. Mashinaning oldidagi cho'nchiroq ko'p bo'lsa oldidagi 1-200 metr yiroqlikda orliqni ko'ra oladi. Yo'riq qarab yo'l olgan bu timtas qorong'ulik ichida faqat oldidagi 200 chaqirim orliqni ko'ra olsangiz kifoya. Hayotni shu xil shaklda shakllangan. Biz faqat oldimizga 200 metr orliqni ko'ra oladiganimizga ishonsaklar, yo'limizmi uzluksiz davomlashadi. Hayotmi shunday davomlashmoqda. Oxirida u sizga o'z nishoningizga elib boradi va ko'nglingizda bormoqchi bo'lgan nishoningizga yetkazadi. Chunki siz uni davomli o'ylaysiz. Ishonch to'lgan tunji qadamingizni eling. Siz oldingizga tunji palampaga qaramasdan faqat tunji qadamingizni olsangiz kifoya. Ko'pchilik bu jarayonni qanchalik vaqt sarf qilamiz deb ansiraydi. Bu qanchalik uzoq paydo bo'ladi? Yangi mashina, yaxshi bo'lgan kichik munosabat, boylik. Barliq biz erishmoqchi bo'lgan narsalarimiz. Menimcha men sizga aniq javob beramayman. Javob shuki, bu ish uchun 30 minut, 3 kun yoki 30 kun ketishi mumkin. Bu masala amaliyotda olam bilan sizning orangizda birlikning bor yo'qligi bilan bog'lanishdir. O'lchamning cho'ng kichikligi olamga nisbatan hech qancha gap emas. Olam uchun aytganda, mayli fan texnik tarafidan uning qanchalik cho'ng yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar tortish kuchi faqat bir xil bo'ladi. Olamda har qanday bir ish osonlik o'rindaladi. Dal-daraxtning tabiiy o'sishi uchun hech qancha kuch ketmaydi. Barpo qilish ana shunday bo'liq. Buning hammasi sizning bu niyatingiz bilan munosabatli. Bu bizdagi har bir odamning tushunchasi bilan bog'lanishdi. Bularning hammasi o'zimizning cheklamasida. Amaliyotda olamning cheklamasini bilmaymiz. Sizda faqat bo'lish tegishli shu narsaning sezimi bo'lsa bo'ladi. Ondan olamda ba'zi odamlar erishgan kichik narsalarga imkon qaytarildi. Shunga avval kichik ishlardan boshlang. Masalan, bir stakan qahva ichishdi. Siz yana men ichmoqchi bo'lgan shu qahvani o'zingizning butun bir kunlik nishoni qilib oling. Ko'nglingizda ko'rishmaganingizga uzun bo'lgan bir do'stingizning siz bilan uchrashgan ko'rinishini o'ylang. Birisi siz bilan biror odamning gapini qilishgandan keyin sizga u odamdan telefon yoki xat kelganligini